do'stlar, mana shu quyonchalarimiz sotiladi. 2 oylik bo'ldi mana, sog'lom. O'ynab urishibdi. Mana ko'rasizlarmi shuni? Toshni 2 oylik bo'ldi. Mana qolgan 2 ta bunda 6 ta bolasi bor. Narg'ida 5 ta. Bu ona quyonimiz o'zi qochdi 4-may kuni. Mana bu erkak hikolimiz 5 kilo. Bu velikan 4 kilo 700, ana 3 kilo 600. Bularni qochirtirgandim 4-may kuni. Hammasini tekshirib ko'ryapman. Yo'q, o'sha kuni qochgan ekan, ingrab ana qilyapti. Qo'ymayapti erkak quyonga. Mana do'stlar, faqat ko'k o'tda boqiladi. Mana. Faqat ko'k o'tda. Suv keyin ko'k o't. Mana bolachalari o'zi mana yurib qoldi. O'zi yana qochishni boshladi. Qochirib qo'ydik, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana 2 oylik bo'ldi bular. Manzil Sirdaryo viloyati Gulistonda, mahallada. Bu katta quyonchalarimiz 75 ming so'mda 2 oylik bo'ldi. Sog'lom bular. Hikol bilan velikandan gibrid bo'lib chiqqan. Juda katta narsa. Kovdasiga nisbatan 2 oylik bo'ldi. Sog'lom yeb ishlari. Hammasi o't yeb yotdi. Kimga agar ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Videoda aytib yotibdi, hamma boyaginday o'zini yemini ko'rsatish maqsadida yem bilan boqish kerak, kattarmaydi, boshqa qilmaydi. Yo'q, nega? Mana sog'lom hammasi. O'ynab kulib buni o'qib turibdi. Yem bermasa ham bo'ladi. Misol uchun o'zingiz uy sharoitingizga 2 dona olib qo'ysangiz, ozroq uydan chiqayotgan o'tlar mana uyda atrofida chiqadi, baribir o't. Bir o't ozgina tashlab qo'yaverasiz, bir pasda katta bo'lib qoladi. Qochirtirasiz. Hattobi o'zingiz go'shtini yemasangiz ham bor-ku, mana ota-onalarda, biz endi o'sha paytda biz yoshimiz kattaroq quyon go'sht desa hech kim yemaganda o'sha paytda. Mana endi 2018 dan buyog'iga o'zi kirib keldi-yu, quyon go'shtini yenglar, oqsil deb. Misol uchun oldindan foydasi bor, bu hech bir emas. Yosh bolalarning immunitetini ko'taradi. Uyingizda misol uchun ko'paytirib qo'ysangiz, sotmang siz. Bitta ona quyon bo'lsa, bitta erkak quyon bo'lsa, o'shani bolalarini so'yib, misol uchun 8 tadan, eng kami 6 ta, 5 tadan birinchi tug'ishida 5 ta, 6 ta tug'adi. Keyin 10 ta, 12 tagacha tug'adi. Bular 9 ta edi. Ikkitasini sotib yubordik. Boyaginday olib qo'ysangiz, ertan o'zingizga bolalaringiz uchun go'sht bo'lib chiqib turaveradi-da. Bu immunitetni ko'taradi. Shamolladi degandan ertan qish keladi, o'sha paytda endi shamolladi deganda shunday yaxshilab so'yib, tozalab, bitta chiroyli sho'rvachani qilib, misol uchun yosh bolalar uni tushunmasa, quyon go'shti deb kattalar endi jirkanishi mumkin, quyon ekan deb. Shuni bersa, mazza qilib yeb olishadi. Buni turgani immunitet. Oqsilga boy bo'lsa. Telefon raqamimiz 93lik 735 45 44. Mana aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Sog'lom. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.